Navbatdagi bemorimiz ginekologik operatsiya o'tkazdi. 3 kun bo'ldi mana operatsiyasiga va hozirgi holati qandayligi haqida o'zidan живой отзыв olamiz. Men 2 oy oldin o'zimda hayz siklim buzilgani sabab o'zi tekshiruvga borgan edim. Shunda menga polip endometriy tashxisini qo'yishdi. Men yaxshi xirurg ginekolog vrachlar o'zimga yaxshi vrach istadim. Oxiri shu sihat klinikasidagi vrachlarni menga ko'pchilik maqtadi va ularga men o'zim keldim. Shaxsan o'zim gaplashib, tekshiruvlarda ko'rindim. Vrachim ginekolog, xirurg ginekolog Mehrinoz opa juda ham menga to'g'ri keldi deb shu yerda tanlov qildim. Bundan adashmadim. Va men 3 kun oldin operatsiya qilib, shu narsa polip endometriysidan meni уже lecheniya qilib operatsiyani o'tkazishdi. Bu men hayotimda operatsiya bo'lmaganligi uchun rosa vahimaga tushayotgan edim. Juda qo'rqayotgan edim, lekin operatsiya juda yaxshi o'tdi. Umuman og'riqlar bo'lmadi. O'zimni juda yaxshi his qilib, mana endi bugun inshaalloh shifo topib shu yerdan chiqib ketyapman. Agar sizda ham xuddi shunday ginekologik muammolar bo'lsa, Sihat klinikasiga tashrif buyuring yoki quyidagi raqamlar orqali ro'yxatdan o'ting.